Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Telegram kanalda postlarni oldindan rejalashtirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun o'zimiz yuboradigan postimizni belgilab olamiz, postimizni tanlab olamiz va uni uzatish qilib, ya'ni ruschada переслать deb chiqadi. Uzatish qilib, uzatadigan kanalimizga kirib olamiz. Samolyotcha belgisi chiqadi. Xabarni rejalashtirish tugmasini bosamiz. Yuboruvchini ko'rsatish va o'zgartirishlarni saqlash degan belgini bosishni unutmang va shundagina siz postingizni qayta tahrirlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi sizlarga bir tavsiya tushuntiradigan bo'lsam, birinchi bo'lib mana shu samolyotchaga bosib turiladi. Bosib turganingizdan keyin ikkita tugma chiqadi. Hozir shu samolyotchani bosib turganingizda ikkita tugma xabarni rejalashtirish tugmasiga bosamiz. Hop, va vaqtni belgilaymiz. Deylik, shanba soat 8:00 da bo'ladigan bo'lsa, shu vaqtni belgilaymiz. Mana pastda dumaloqcha, qizil dumaloqchada mana xabar rejalashtirilganimiz ko'rinib turadi. Va siz onlayn bo'lmagan taqdiringizda ham xabar avtomatik kanalga yetib boradi. Endi siz postlarni bemalol 2 oylik, 3 oylik qilib rejalashtirsangiz bo'ladi.